Chattuqning javoblari. Tajubu nasu bilada ibtigho al-kasbi. Ibtigho degan bilada degan maf'ul bih, ibtigho degan maf'ul yajli. Va tajtahidu fi sa'i tahsilan lis-sarwati. Tahsilan degan bu yerda maf'ul yajli o'tgan ne uchun? Qalag'an uchun, ya. Qo'l yetkazib uchun. La tudi'al vaqta maylan ila rahati. Val vaqta degan bu yerda maf'ul bih o'tgani neni jo'g'altma? Vaqtni jo'g'altma. Jo'g'altuv ism vaqtga tusib o'tir, ul maf'ul bih bo'ladi. Neni degan so'roqqa javob berib o'tir. Maylan. Maylan degan bu maf'ul yajlik bo'ladi. Ne uchun? Qalag'aning uchun deb turayotgan. Vala tuqassir fil iqtina'i sharafi ittikaran ala sharafi abai. Ittikaran degan bu yerda maf'ul yajlik bo'ladi. Ne uchun? Suyunganing uchun. Baraqas va tuqassir fil iqtina'i sharafi. Durust. Baraqal sahabu lahzatan val mataradi. Bu yerda lahzatan deganimiz maf'ul fih bo'ladi. O'tgan vaqtni bildirib turya. Charq etdi bulutlar bir mezatga. Val matara degan maf'ul ma'ah bo'ladi. O'tgani va degan birga degan ma'noni bildirib o'tir. Жаңбыр жауымен birga degan ma'noni bildiradi. Asalatil awdiyatu saylan tahtal jabal. Bu yerda saylan degan maf'ul mutlaq bo'ladi. O'tgani altindagi sala degan fe'lni nesiyatdir, kuchaytirish uchun kelyaptir. Ya'ni uning masdari bo'lib turib, tahta degan bu maf'ul fih bo'ladi. O'tgani mekanni bildirib o'tir, ya. Mekanda mezgilda bildirsak, bizga bu maf'ul fih bo'ladi ekan. Va xirdavan alhamdulillahi robbil alamin.